Okajon, pul ishlaydigan ishonchli sayt yoki programma bormi? Oldindan rahmat debdilar. Xuddi shunday sayt bor. Sizlar esa videorolikni diqqat bilan tomosha qilinglar. Men esa buni sizlarga o'rgataman. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan kamni kamtarni Shahzodbek bloger bo'lyaptim. Xo'p, bugungi videoroligimiz talablar hamda istaklarga binoan internetda sarmoyasiz pul ishlash haqida bo'ladi. Internetda sarmoyasiz pul ishlaydigan saytni hozir men o'rgatmoqchi bo'lgan saytni ko'plab blogerlar videorolik qilib o'rgatib chiqishgan, lekin bu videoga bir necha yillar bo'lgani uchun men bugun videorolik qilib chiqishga qaror qildim hamda sizlarga qanaqa pul ishlash hamda qanaqa pul tashlashni sizlarga videorolikda o'rgatib o'taman. Faqat videorolikni diqqat bilan tomosha qilinglar hamda kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Mana aziz kuzatuvchilar, telefonimiz menyusiga o'tib oldik. Endi esa birinchi navbatda qiladigan ishimiz bizga kerak bo'ladigan brauzer, ya'ni Chrome brauzeri orqali o'sha pul ishlaydigan saytimizga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Nega aynan Chrome brauzeri? Ya'ni bu Chrome brauzeri bitta ikkita imkoniyatlari bo'lgani uchun bu brauzerdan foydalanamiz. Video davomida nima uchun foydalanganimizni aytib o'taman. Sizlar esa videorolikni diqqat bilan tomosha qilinglar. Xo'p, brauzerga kirib olamiz hamda o'zimizga pul ishlashga kerak bo'lgan sayt, ya'ni SOK Public saytiga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Ushbu saytning manzilini videoning pastki qismida yozib qoldiraman. Bemalol o'tib, ro'yxatdan o'tib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tishni videorolikni diqqat bilan tomosha qilinglar. Xo'p, SOK Public saytiga kirib olamiz. Hammada shunaqa bo'lim chiqadi, shunaqa menyu chiqadi va bu yerga biz saytni sizlarga men tushuntirib o'taman. Sal qisqacha. Sayt 2014-yildan beri ishlab kelmoqda. Bu saytda sizlar vazifalar bajarib, ya'ni Telegram kanaliga obuna bo'lib, yo bo'lmasa YouTube kanaliga obuna bo'lib, yo bo'lmasa Telegram kanaliga reaksiya bildirib, xuddi shunaqa vazifalarni bajarganingiz uchun sizlarga pul to'lanadi hamda pullar esa WebMoney hamda Payeer kashloklari orqali to'lab beriladi. Xo'p, bundan ro'yxatdan o'tish juda ham oson, lekin bu yerga o'zbek tili bo'lmagani uchun bizlar o'zimizning brauzerimiz, ya'ni o'sha Chrome brauzerimiz orqali bu saytni tarjima qilishimiz mumkin bo'ladi. Bizga eng kerakli narsa bu brauzerni tarjima qilish. Endi hamma ham ruschani to'g'ri tushunavermaydi. Agar ruschani tushunsangiz, tarjima kerak emas. Agar ruschani tushunmaydiganlar bo'lsa, saytni tarjima qilish, ana tepasida 3 ta nuqtali bo'lim bor. Ana shu 3 ta nuqtali bo'limga shuni bosasizlar va bu yerga pastda tarjima qilish degan joy bor mana. Hammasini chizib chiqyapman. Ana shu tarjima qilish degan joyga shuni bosasizlar va bu yerga ruschani o'zbekchaga avtomatik tarzda bizga tarjima qilib beradi. Xo'p, buni o'chiramiz. Hozir sizlarga bitta-bitta o'rgatib o'taman. Ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Birinchi navbatda tepadagi turgan registratsiya degan joyiga va bu yerga bizga registratsiya, ya'ni ro'yxatdan o'tishni bossak, bu yerga vash login, ya'ni loginga biza ismimizni yo taxallusimizni yozsak ham bo'ladi. Masalan, taxallusimizni Shahzod, oldiga masalan bitta son ham qo'shsangiz bo'ladi. Bu aytayapti, tepada aytayapti, bu nom allaqachon ro'yxatga olingan. Ro'yxatga olingandan keyin bo'lmasa oldiga raqam ham qo'ysak bo'ladi. Masalan 87. Mana bu nom mavjud. Bemalol bundan foydalansak bo'ladi. Endi elektron pochtamiz. Bu yerga ishlayotgan elektron pochtamizni yozishimiz kerak bo'ladi. Sababi bu SOK Public dan akkaunt ochganimizdan keyin parolimizni bilmasak yo bo'lmasa esimizdan chiqarsak yoki telefonimizni almashtirgan holatlarda bizga elektron pochtamiz yordam beradi, katta rol o'ynaydi. Elektron pochtamiz, ishlaydigan elektron pochtamizni kirgizamiz, xullas, nuqta virgulgacha. Keyin parol kiritishimiz kerak bo'ladi. Parolni esa sizlarga men aytib o'tsam, parolni bu yerga yozib qo'yilgan. Bu yerga oddiy va sodda parol bo'lmasligi kerak. Hamda esa parolingiz
tepada turgan login borku, Shahzod 87. Xuddi ana shu login bilan parolni bir xil qilma deyapti. Sabab bir xil bo'lsa, seni profilingga, mana shu akkauntingga begona shaxslar kirib, pullaringni ishlashi mumkin. Masalan, ishlagan pullarni tushirib olishi mumkin, tushirib olishi mumkin. Yo bo'lmasa, qanaqadir yomon maqsadlarda ishlatishi mumkin. Shuning uchun parolingni murakkab hamda kuchliroq qil degan maqsadda bizga bu yerga pastga namunalar berib qo'yapti. Va parolimizni yozamiz va parolimizni yana qayta kirgizamiz. Qayta kirgizganimizdan keyin pastda kapcha bor. Kapchani hamma ham masalan bitta ikkitalar tushunmasligi mumkin. Kapcha juda ham oddiy, o'sha to'rtburchak, mana shu to'rtburchakning ustiga qo'limiz bilan shuni bossak, bir aylanadi. Aylangandan keyin bitta ikkitalarga savol ham berish mumkin. Masalan, zinani kirit, yo bo'lmasa mashinani kirit, yo avtobusni kirit deyish mumkin. Bemalol ustiga rasmchalarning ustiga bosib kiritib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, biz kapcha parolni bitishga bo'ldik, ya'ni bosdik. Endi pastdagi mana do'maloqchani ustiga shuni bossak, pastda ro'yxatdan o'tish degan tugma bizga ochiladi, rangi ochiladi. Shuni ro'yxatdan o'tishi shuni bosamiz va ro'yxatdan o'tamiz. Ro'yxatdan o'tganimizdan keyin Sok Public saytidan shunaqa menyu chiqadi. Biza hozir mana endi pul ishlaganim uchun pullar ko'rinib o'tiribdi, 44 rubl pul ko'rinib o'tiribdi. Bu pul saytdan pul ham chiqarib oldim, shu ya'ni sinov tarzida. Va bu yerga men bu saytdan ishlaganim uchun pastda vazifalarim uchun menga pul berilgan ham bor. Mana pul berilgan joylari ham bor mana. Ko'p turganlaringizda mana pastda xo'p, qancha pul ishlaganlarim ki mana bitta vazifani bajarib 31 rubl olganim ham bor. Mana ko'rib turibsizlar, mana bitta vazifani bajarganim uchun 31 rubl menga tashlab berdi. Holim ham kashlogimni tashlab olmadim-ku, menga tashlab berdi hisobimga. Xo'p, endi sizlarga pul ishlashni sizlarga birin-ketin o'rgatib bersam. Birinchi navbatda pul ishlash uchun sizlar tepada turgan 3 ta nuqtali bo'limga, ya'ni chiziqli bo'limga bosasizlar. Bu yerga ruscha, yana o'zbekcha tarjima qilamiz, yana bosamiz yana tarjima qilishni. Va bu yerga bizga mana shunaqa bo'lim chiqdi. Bu yerga pul topping degan joyga bosamiz. Mana bunaqa ikonkacha, rasmcha. Ya'ni sumkacha rasmchasining ustiga shuni bossak, pul ishlashini ustiga bossak, bu yerga vazifalar chiqadi. Mana vazifalar, tashriflar, xatlar, pul ishlash uchun juda ham ko'p ilovlar bor, imkoniyatlar bor. Hozir sizlarga birma-bir tushuntirib beraman. Mana vazifalar, birinchi navbatda vazifalarning ustiga shuni bossak, vazifalarning ustiga shuni bossak, bu yerga bizga vazifalarni tushuntirib beradi. Endi bu yer ham ruscha, ruschani ham yana bitta tarjima qilish uchun tepani bosib, tarjima qilishni bosamiz. Va bu yerga mana birinchi vazifasi Telegram botda oson ro'yxatdan o'tish. Ro'yxatdan o'tishganimiz uchun bizga 2 rubl beradi. Ko'rib turibsizlar, 2 rubl beradi. Bu menimcha buni ro'yxatdan o'tib bo'lganman. Hozir bir bosib sizlarga ko'rsatib beraman. Ustiga bosamiz va bu yerga xo'p, yana ruscha, xo'p, yana tepaning ustiga bosib yana tarjima qilamiz. Tarjima qilamiz. Bu yerga aytilyapti, vazifani sizlarga tushuntirib ham beradi. Hoziroq o'qing. Faqat yangi foydalanuvchilar kirib botni ishga tushirishi mumkin. Mana shu vazifani o'sha brauzer orqali shuni tarjima qilsangiz, men ham kerak bo'lmayman bu yerga sizlarga bitta-bitta tushuntirishga. Sizlar bemalol tushunib olasizlar. Juda ham oson. Xo'p, buni kiritamiz va bu yerga bizga aytilyapti, pastda esa vazifani tasdiqlash uchun nima qilishimiz kerak? Vazifani tasdiqlashimiz uchun hisobda taklif etilgan Alexinning ikkita screenshot, ya'ni ikkita screenshot ko'rsatib biza shu yerga tashlab berishimiz kerak, isbot bo'lishi uchun. Xo'p, biza hozir birinchi pastga tushib, ya'ni vazifani bajarishimiz uchun biza pastga tushib mana bu tugmani bosishimiz kerak bo'ladi. Mana amalga oshirishni boshlang degan joyga. Xo'p, mana bu yerga 86 ni kiritamiz. Mana bu yerda turibdi. 86 ni kiritib, amalga oshirish shuni bosamiz. Va bu yerga bizga Telegramga olib o'tadi. Telegram botga olib o'tdi. Mana bu yerga mana Bitcoin degan botga va bu yerga pastga boshlash, ya'ni start tugmasini bosamiz va bu yerga screenshot olamiz. Bitta screenshot olamiz. Screenshot olamizda
Xo'p. Botga nima deyilgan bo'lsa, o'shaning ustiga shuni bosib, yana bitta ichiga kirib, yana bitta skrinshot olamiz. Bu yerga ikkita skrinshot olishimiz kerak. Bizga aytilayotgan vazifalardan biri ikkita skrinshot olib, menga tasha deyapti. Ikkita skrinshot olib tashlaymiz shunga. Va do'stlar, biz skrinshot olib bo'ldik va saytga qaytdik. Saytga qaytganimizdan keyin mana shunaqa soat ketadi. Buni bajarish uchun, bu vazifani bajarish uchun bizga xo'sh minut vaqt bergan. 13 minut mana ko'rib turibsizlar, 13 minut deb turibdi. Xo'p, pastga tushamiz. Pastga tushamiz-da, bu yerga pastga tushsak, skrinshotni yuborish bizga joyi chiqadi. Skrinshotni yuborish uchun bu yerda biriktirish degan joy bor. Biriktiring degan joy bor. Ana shu biriktiring degan joyga ustiga bosib, ruxsat beramiz. Va bu yerga suratlar va videolar degan joyga ustiga bosib, o'zimizni qilgan skrinshotimizni tashlaymiz ularga. Ikkita skrinshot tashlashimiz kerak bo'ladi. Ikkita skrinshot tashlaymiz. Va tepaga mana ikkita skrinshotimiz yuklandi. Yuklansa ana shunda chiqadi. Yuklangandan keyin bu yerga mana pastga bizga hisobot yuboring deb yuborilgan. Ana shu yashilcha ustiga shuni bosamiz, yashil tugma ustiga. Va bizga xo'p, bu vazifa bajarildi. Mana pastga hozir tushamiz. Vazifa bajarildi va bizga pastga mana ketdi bu mana. Pastga tushsangiz, mana bu yerga mana bunaqa vash otchot deb chiqadi. Tarjima qilsangiz ham bo'ladi. U ham kerak emas o'zi bunday ilova qilish. Endi tarjima qilib olsangiz, mana hisobotingiz yaratildi va yuborildi. Va endi tekshiriladi. Operatorlar tomonidan tekshiriladi hamda sizlarga pullaringiz mana bu yerda asosiy balansga tashab beriladi. Xuddi shunday qilib vazifalarni bajarib pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni tushunmaydigan odamlar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Telegramga o'tib sizlarga tushuntirib birma-bir yordam berishga harakat qilaman. Endi esa do'stlar, hamma kutgan bo'lim, hamma kutgan joyi pul tashlab olish joyi. Sizlarga hozir buni ham o'rgatib o'taman. Buning uchun biz hozir saytni tarjima qilib olamiz. Birinchi navbatda saytni tarjima qilib olganimizdan keyin esa bu yerga xo'p, moliya degan joy bor mana pastda. Pastga bossangiz, mana rublni emblemasi bilan, R ni emblemasi bilan moliya degan joy chiqadi. Ana shu moliya degan joyga shuni bosamiz va bu yerga xo'p, ikkinchi joyi 3 ta bo'lim bor. Operatsiya tarixi, ya'ni pul tushirib, chiqarib olgan joyimiz tarixi. Birinchisi hisobimizni to'ldirish, ikkinchisi o'rtadagi esa pul mablag'larini olib qo'yish. Shuni ustiga bosamiz, o'rtadagi ikkinchi tugmaning ustiga. Va bizga shunaqa bo'lim chiqadi. Buni ham hozir tarjima qilamiz va bu yerga bizga aytilyapti, pul mablag'larini yechib olish uchun sozlamalarni bajarib o'tishingiz kerak. Ya'ni bu yerga pul yechib olish uchun birinchi navbatda sizlar WebMoney hamda Payeer kashloglarini ochib, bu saytga Payeer hamda WebMoney kashloglaringizning raqamlarini kirgizib olasizlar va pul chiqarib olish sizlarga oson bo'ladi. Hozir men buni pul chiqarib olib bo'lganman hamda kirgizib bo'lganman. Menga hozir kiritishim shart emas. Sizlar esa pul chiqarib olayotgan paytlaringiz ana bu yerga shunaqa bo'lim kelib chiqadi. Shuni ustiga shuni bosasizlar hamda Payeer kashlog hamda WebMoney kashloglaringizning raqamini yozib qo'yishsangiz bo'ladi. Biza hozir bu shart emas. Biza hozir pul mablag'larini chiqarib olishimiz uchun mana bu yerga qayerga chiqarish kerak deyapti. Biza hozir WebMoney tanlaganmiz. Sababi WebMoneyning ham sababi bor. Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. WebMoneydan pul chiqarib olish bizga kamroq pul chiqarib olsak ham bo'ladi WebMoneydan. Payeer kashlogimizda esa 100 rubl bo'lgandan keyin hisobimiz mana bu yerga 44 emas, 100 rubl bo'lgandan keyin pul chiqarib olishga bizga beradi, ya'ni yo'l beradi. Shu uchun biz hozir WebMoney kashlogimiz orqali chiqaramiz. Sababi juda ham oson hamda komissiyasi 1 rubl oladi. Va bu yerga birinchi o'sha Payeer kashlogim kiritilgan WebMoneyni tanlayman. Va bu yerga 43 ni tanlab, pastda zaказать выплату ni ustiga bosaman. Va bu yerga bizga arizamiz ketdi.
mana bu yerga yozilib qo'yilyapti. 1 va 4 kunlarning ichida, 4 ish kunining ichida bizga pulimiz tushirilib beriladi va bu yerga bizga 44 rubl edi. Bu yerga hozir 1 rubl 4 kopeyka qoldi, 0.4 kopeyka qoldi. Xo'p, bizga pul chiqarib olish tariximiz mana pastda turadi. Mana bu yerga hozir men 43.8 rubl, ya'ni 0.4 sent dollarga tushirib oldim va bu yerga bizga mana proverkaga turibdi. Proverka, ya'ni tekshiruvga turibdi. Pul tushgandan keyin mana bu yerda yashilcha выплаты, ya'ni to'landi degan joyi chiqadi. Hozir biz bir tekshirib o'tamiz. Agarda pul tushgan bo'lsa, shu videoni o'zida sizlarga ko'rsatib ketaman. Agarda pul tushmagan bo'lsa, Telegram kanalimga o'tib, bemalol screenshotini tashab qo'yaman. Telegram kanalimga o'tib, obuna bo'lib qo'ysanglar, men qaysi saytdan pul chiqarib olyapman, qaysi sayt ishlayapti yoki qaysi sayt ish faoliyatini to'xtatdi, men shu yerga sizlarga Telegram kanalimga aytib o'taman. Telegram kanalim videoning opsiyasida bo'ladi. Bosib, bemalol o'tib, obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin.